ko'p yig'laydigan, ko'p asabiylashadigan yoki deylik yaqiniga kimnidir yaqinlashtirmaydigan odamlarni uchratgansiz a? Atrofingizda hamkasblar orasida bormi? Ana shunday insonlarda ko'proq bolalik ruhiy zarbalari saqlanib qolar ekan. Shuning uchun u kim bilandir o'zini ichayotgan choyini yoki ish joyini yoki stulini bo'lashgisi kelmas ekan. Bu ham bolalik travmalaridan biri ekan. Psixologlar bilan gaplashib, oxiri men ham shunaqa fikrlaydigan bo'lib qoldim. Assalomu alaykum, bu o'zimizning gap desa, yana bir soha mutaxassisi bilan amaliyotchi psixolog bilan gaplashish niyatimiz bor. Demak, studiyamiz mehmoni amaliyotchi psixolog, oilaviy psixolog Nargiza Matmurodova. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik Nargizaxon. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldim. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? A'lo. Haligi aytgan gapim to'g'rimi? Bu ham o'sha bolalik ruhiy zarbalaridan qoldikmi? Haddan tashqari o'zini hududini himoya qilish, yig'loqi bo'lib, yig'i bilan nimagadir erishishga harakat qilish, qarang qilingligimni. Siz o'zi hayotiy tajriba davomida уже deyarli psixolog bo'lib Shunaqa bo'lib qoldim shekilli. Kuzatish borda sizda baribir odamlarni. Shunaqa va oxirgi payt sizni sohangiz vakillari bilan, mutaxassislar bilan ko'proq gaplashganim uchun qayerdadir nimanidir tasdiqlayapman. Ha, bunaqa emas ekan, xato deb qayerdadir nimanidir inkor qilyapman. Nargizaxon, oilaviy psixologsiz. Oilaviy psixolog qiyin juda ham. O'zi psixologiyani hamma yo'nalish qiyin, lekin oilaviy psixolog bo'lsa yanada qiyinda, chunki ikkita butun shaxs. Butun ular shaxs bo'lib deyarli rivojlangan va ularni muammolarini hal qilib berish, hal qilishga yo'l ko'rsatish. Ha, haqiqatan agar er-xotin ikkalasi bilan ishlasangiz, biroz qiyin bo'ladi, chunki u yoqni ham bu yoqni ham olmasdan o'rtada neytral turib bera olish kerak bo'ladi. Hech kim tomonga o'tib ketmaslik kerak bo'ladi. Bu boshlanishida, lekin baribir vaqt o'tib har kimni o'zini individual jarohatlari bilan individual tarzda ishlash kerak bo'ladi. Baribir ko'p narsa insonni bolaligiga borib taqaladi. Chunki biz bilamiz, 7 yoshgacha asosan insonni o'ziga nisbatan fikrlari 90% ga va atrofdagi insonlarga, umuman dunyoga nisbatan fikr shakllanib bo'ladi 90% gacha. 7 yoshgacha. 7 yoshgacha. Shuning uchun 7 yoshgacha bola nima ko'rgan bo'lsa, qanaqa pozitiv hissiyotlar olgan bo'lsa, o'shani keyinchalik ham his qila oladi. Agar pozitiv bo'lmasa, negativ ko'proq his qilgan bo'lsa, bu hayoti davomida xuddi kompyuterda bir programmaga o'xshab qoladi. Uni ong ostida bu narsa qoladi va har doim hayotida qanaqadir qiyinchiliklar bo'lsa, stressli vaziyatlar bo'lsa, o'ziga nisbatan negativ fikr bo'lsa, qayta buni his qilishi mumkin inson. Ya'ni 7 yoshgacha bola o'zini keraksiz his qilgan bo'lsa, u hamma joyda hayotida nima yuz bersa, har doim o'zini keraksiz, muhim emas deb hisoblashi mumkin. Mana shu fikr qoladi. U odamda xavotir yashaydi-da. Men kerak emasman. Masalan, ishxonasida ham men kerak emasman, haydalib ketishim mumkin, ishdan ketishim mumkin deydigan bo'ladi. Qiz bola, ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, borgan oilasida ham men bularga kerak emasman, men bularga faqat ish uchun kerakman, xizmatkordekman degan. Davosi bormi? Psixologsiz. Psixologning ishtirokisiz. Psixologning ishtirokisizmi? Endi ba'zi narsalar bor, inson o'zi anglashi kerak. Boshqalarga kerakli bo'lishdan oldin inson o'ziga o'zi kerak bo'lib, o'zini birinchi tan olishi kerak. O'zidagi yaxshi xislatlarini, qobiliyatlarini ko'ra olish, omadi borligini buni ko'ra olishi va tan olishi kerak. Bizda ko'pincha tashqariga diqqat qaratilgan bo'ladi. Boshqalar tan olsagina, maqtasagina yoki keraklisan desagina biz o'zimizni kerakli his qilishga o'rganganmiz. Lekin aslida inson o'zini o'zi tan olsa, o'zi baxtli bo'lishni o'rgansa, atrofdagilarni qilayotgan yaxshi munosabatidan yana ham baxtli bo'lishi mumkin. Demak, internetda kichkina qizchani gapi to'g'ri ekanda, men bitta o'zim baxtli bo'lsam bo'ldi-da deydi-ku. Haqiqatdan, chunki inson o'zi baxtli bo'lishni o'rganmasa, o'zi baxtli bo'la olmasa, yonida qanaqa inson bo'lmasin, unga qanaqa munosabat qilishmasin, unga har doim nimadir yetmayotgandek tuyuladi. Endi qarang, bu o'zini o'zi anglab turib, haqiqatda bu yerda muvaffaqiyatlarini sanab chiqib, men shuncha narsaga erishdim-ku axir deyish uchun bu anglashda. Anglashga kelish uchun nimadir turtki bo'lish kerak. Ko'pincha o'sha turtki yetishmaydi psixologsiz. Farzandlarimizni ham va yonimizda turmush o'rtog'imiz bo'ladimi, singlimiz, akamiz, ukamizni shunaqa rag'batlantirishimiz kerak ekanda, uni yutuqlarini sanab,
Bu ham kerak, lekin inson o'zi baxtli bo'lishga qaror qilmasa, o'zini tan olmasa, tashqaridagilarni yordami vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Ya'ni qalbdagi bo'shliqni to'ldirib. atrofdagi insonlar to'ldirib bera olmaydi. U yoqqa, ya'ni bizni ong ostimizga kirish uchun o'zimizga yo'l bor. Ha, ong ostimizga kirish uchun faqat o'zimiz, psixologlarda yo'qmi? Psixologlarda bor, psixologlar bu yerda yordam beradi. Inson baribir psixolog yordamida o'sha ong ostiga tushadi. Ong ostida qotib qolgan fikrlarni yoki aytaylik eski programmalarni psixolog yordamida ham o'zgartiradi. O'zi ham o'z ustida ishlash, bilim olish va o'z hayoti uchun, o'z hissiyotlari uchun javobgarlikni olish orqali o'zgartirishi mumkin. Bu yerda javobgarlik olish juda ham muhim, chunki bilasiz, inson ruhan bola pozitsiyasida yashashi mumkin, atroflaridagilardan kutishi mumkin, kutuvlari ko'p bo'ladi. Bu insonlar mas'uliyatni boshqalarga yuklaydi. Ular meni baxtli qilsin, ular meni tan olsin, maqtasin, menga yordam bersin, meni qutqarsin degan pozitsiyada yashaydigan insonlar bu ruhiyati bola pozitsiyasidagi insonlar hisoblanadi. Ya'ni bolakay rolida yashaydi. Bu ham qanaqadir travmani shaklimi, travmani ko'rinishimi? Nimaga bu savol beryapman? Shunaqa hayotiy misol bor. Ko'rganman shu insonlarni, gaplashganman shu insonlardan. Ular uchun hayotda hamisha kimdir nimadir qilib berish kerak. Nimadir bo'lib qoldimi, albatta kimdir aybdor. Shu qadarki men hayron qolaman, odam shunchalik nima deydi, shunaqa o'ylashi mumkinmi? O'ziga hech narsani olmaslik. Bu bir tomondan yaxshi ham deb o'yladim. Bilasizmi, nimaga? Siqilmaydi-da deb o'yladim. Yo'q, bu menimcha yordam bermaydi, chunki mas'uliyat olishdan qochgani bilan uni qalbida qanaqadir xotirjamlik bo'lmaydi. U har doim qo'rquvda yashaydigan inson, mas'uliyat olishga qo'rqadigan inson. Ha, o'shani so'ramoqchi edim. Bu qaysi bolalik travmasidan kelib chiqqan hosila bu, natija bu? Unga misol uchun sen aybdorsan, sen nimadir qilding deb yosh paytida qanaqadir ayblovlar ko'p bo'lgan bo'lsa, u o'zini shunaqa himoya qilish usuliga o'tgan. O'sha usuldan foydalangan holatda o'zini oqlashga o'tgan. O'sha paytda oqlay olmagan, unga ayblovlar bo'lgan bo'lishi mumkin yoki unga oddiy munosabat qilinganda ham shunaqa qabul qilishi mumkin. Insonning ruhiyati har xil. Kimdir oddiy gapni juda ham ko'ngliga qattiq oladi, unda jarohat paydo bo'ladi. Kimdir bu narsaga unchalik e'tibor bermasligi mumkin. Bu yerda har doim ham atrofdagilar aybdor bo'lmaydi. Ya'ni inson qanaqa qabul qilishiga ham bog'liq. Bola ruhiyatini biz shakllantiramizmi ota-ona sifatida? Biz ota-ona sifatida shakllantiramiz. Bu juda ham muhim, lekin ba'zida insonning ruhiyati qanchalik kuchli, qanchalik zaifligiga ham bog'liq. Oddiy munosabatni qanaqa qabul qilishiga ham bog'liq. Shunaqa mijozlarim bilan ishlayman. Oilasi, ota-onasi bor, hamma narsa yetarli bo'lgan, lekin bu bolaga, farzandga nimadir yetmagan. Ya'ni u shunaqa qabul qilgan, menga yetarlicha e'tibor berilmayapti, mehr berilmayapti, lekin ota-ona qo'lidan kelgancha harakat qilgan. Ya'ni inson to'q oilada o'sgan, hamma narsa yetarli bo'lgan, lekin jarohatlari ko'p. O'zini hayoti uchun, o'zini hissiyotlari uchun, hamma narsa uchun mas'uliyat olsa, bu yetuk shaxs hisoblanadi. Lekin hamma ham yetuk shaxs pozitsiyasida bo'lmasligi mumkin. Demak, haligi odam bola pozitsiyasida yashayapti. Davom etyapti. Chunki bolaga hamma narsani qilib berishi kerak, tayyor qilib berishi kerak, boshqalar yordam berishi kerak, qutqarishi kerak, unga hamma berishi kerak. U hech narsa uchun mas'uliyat olmaydi. Chunki bilasiz, yosh bola hech narsa uchun mas'uliyat olmaydi, javob bermaydi. Endi bildim muammoning ildizi qayerda ekanligini. Ochig'i, men biroz skeptik nazar bilan qarardim. Mana shu bolalikdagi ruhiy zarbalar, travmalar degan juda trendga chiqib ketdi-da bu so'z. Qiziqchilarni gapida ham shunaqa bo'lib ketdi. Sanda bolalik travmasi bor, o'zingga kel deb qiziqchilar skeptik nazar bilan qarardim. Lekin qaysidir ma'noda, qayerdadir to'g'ri hamdir deb ikkilanardim-da. Hali ham o'sha ikkilanish bor. Meni hech kim 100% ha, bu bolalik travmasi bor narsa deb hech kim ishontira olmaydi. Aynan qaysi ma'noda sizda misol uchun? Hammasida. Hammamizda. Sizda bolalik travmasi bo'lmaganmi? Hammamizda bor va biz bilasizmi, o'sha bolalik travmasini kimdir resursga aylantirishi mumkin. O'sha bolalik travmasidan kelib chiqib, o'zini juda ham o'zgartirishi mumkin, ya'ni inson. Shu travma sabab. Kimdadir teskari bo'lishi mumkin. Travma sabab juda ham tushkunlikka tushgan, ko'p kasal bo'ladigan insonlar bor.
tomoshabinlarimiz diqqatiga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Aynan mana shu bolalik travmalari hozir mutaxassisimiz aytayotgan. Kimnidir kuchli qiladi va kimnidir o'ta zaif qilib qo'yar ekan hayotda. Hozir bilmadim, endi hammaga tushunarsiz bo'lishi mumkin meni gaplarim, lekin atrofingizga qarang-da. Bor, siz taniganlar ichida, siz baravar o'sganlaringiz ichida shunaqa bor. Ya'ni kimdir o'sha bolaligidagi yetishmovchilik, yo'qchilik yoki yana nimadir sabab o'zi yutuqqa erishib, o'sha narsa motivatsiya bo'lgan. Kimdir esa to'qchilikda o'sib, lekin o'zini zaif, hech kimga kerak emasman deb o'sganlar ham yo'q emas. Hozir bitta lavhamiz bor edi, aynan bolalar mavzusiga tegishli. Ya'ni bolalar bilan qanday muloqot qilish kerak, ular bilan qancha vaqt o'tkazish kerak, hokazo. Marhamat, monitorga qarasangiz. Farzand tarbiyasida otani o'rni muhimmi yoki onanimi? Ikkalam ota-onani o'rni muhim endi. Ikkalasi ham jihatlikda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Baribir bu qarshi ikki qo'ldan chiqadi. Alohida otaniki muhim yo onaniki muhim deb bo'lmaydi. Hamkorlikda bo'lsa juda ham samarali bo'ladi. Bitta uyni bitta ustun ushlab tura olmaydi. Ikkita bo'lsa mustahkamroq bo'ladi. И папа, и мама имеют равные права. То есть такого нету. То, что раньше девочкам воспитание давала мама, мальчикам папа, такого нету. Bolani oldidagi burchi bir xil deb o'ylayman. Onaniki muhim bo'ladi endi uyda o'tiradigan ayol kishi. Farzandlarga bir kunda necha soat vaqt ajratish kerak ota-ona? Iloji boricha ko'proq. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Imkon qadar vaqt topdi deguncha farzandlarga vaqt ajratish kerak. Когда очень сложно выделить время, потому что и папа, и мама в современном мы работаем. Qancha ko'p e'tibor bersangiz shuncha yaxshi. O'zingiz necha soat ajratasiz? Farzandlarim ko'p bo'lgani uchun men bu soatga qaramayman-da, to'g'risi. 4 ta farzandim bor. Oy, bizda 24 ga yetdi. Endi men ishda bo'lganman, komandirovka yurganman. Shu bo'sh vaqtimda ajratgan. Hozir mana navaralarga maksimal ajratyapman. Ertalab ishga, bog'chaga ketgungacha, ishdan kelgandan keyin albatta ular bilan birgamiz. Nargizaxon, mana hozir lavhani ko'rdik. Har kim har xil javob beryapti. Kimdir o'ylanib qolyapti, kimdir ishon qiramay javob beryapti. Umuman bolalar, ayniqsa bolalar bilan qancha vaqt o'tkazish kerak degan narsa men o'ylayman juda ham individual bo'lsa kerak. Oilani geografiyasidan, qayerda yashashidan tortib ota-onani ish faoliyatiga qarab ham bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yo'q, unaqa emasmi? To'g'ri, mana ba'zida bo'ladi, ota yoki ona deylik, juda ham charchagan, tushkun holatda, tushkun kayfiyatda, lekin 24 soat bola bilan birga. Bu bola hech narsa ola olmaydi bunaqa onadan, chunki onani energiyasi yo'q. Unga resurs bera olmaydi farzandiga hech qanaqadir. Ba'zida bo'ladi, ona ham ishlaydi, ota ham ishlaydi, lekin 20 daqiqagina vaqt ajratish mumkin. Farzandi bilan ko'ziga qarab, suhbatlashib, kuning qanaqa o'tdi, nima taktilni misol uchun bolaga kerak bo'lgan, quchoqlash, uni silash, nima xohlayotganini, kuni qanaqa o'tganini so'rash. Umuman olganda yaqin muloqot 20 daqiqagina bo'lishi mumkin, lekin bu sifatliroq. Kun bo'yi ona asabiy bo'lib, bolani urishib, baqirib, norozi bo'lganidan ko'ra ishlab kelgan inson sifatli vaqt ajratishi mumkin. Lekin bu yerda o'sha otani, onani kayfiyati ham yaxshi bo'lishi kerak, chunki 12 yoshgacha ota-ona bilan bog'liq bola, ya'ni ayniqsa ona bilan juda ham bog'liq, onani hissiyotlarini his qiladi, juda ham yaxshi his qiladi. Agar ona tushkun bo'lsa, bolaga ham bu ta'sir qiladi. Ba'zi bolalar injiq bo'lib qolishi mumkin, ko'p kasal bo'lishi mumkin. Onani ruhiy holati nafaqat u qornida bo'lganida, balki o'z oyog'i bilan yurib, mana 3 yoshdan, 2 yoshdan o'zini oyog'i bilan yursa deylik, 1 yoshdan keyin o'sha hatto o'zini ovqatini o'zi yeydigan paytda ham ruhiyati demak ta'sir qilar ekan. Ta'sir qiladi albatta. Muhit juda ham ta'sir qiladi. Bolaga hech narsa ochiq gapirilmasa ham bola juda yaxshi his qiladi, oilada nima bo'lyapti, urush janjalmi yoki hammasi joyidami, tinchlik, xotirjamlikmi. Daryoda o'tirib tur. Shunaqa degani bilan baribir muhit seziladi bolaga. Ba'zida onalar bolani suyangan tog'i qilib qo'yishi mumkin. Ya'ni bolaga dardini aytishi mumkin. Bunaqa paytda lekin bolaga ikki hissa zarba bo'lishi mumkin. Ba'zida onalar dardini aytadi farzandiga, otasi haqida gapirishi mumkin, qaynona, qaynotasi haqida gapirishi mumkin. Bu ham yaxshi emas demak. Bu bola uchun juda ham katta zarba, chunki u otasini ham, onasini ham yaxshi ko'radi, lekin otasi haqida salbiy fikrlarni eshitganda u bola uchun qanchalik og'riqli. Bu onasini ham xafa qilgisi kelmaydi, lekin bir tomonda o'zini otasi haqida ham mana shu yomon so'zlarni, salbiy fikrlarni eshitganda u nima qilishni bilmay qoladi. Bolaga
yuk bo'ladi, bu ortiqcha yuk bo'ladi. Hali onalarimiz ba'zida shunaqa xatoga yo'l qo'yishadi-da, hali bolani ko'proq o'ziga O'ziga, og'dirishmi, o'ziga mehrli qilish uchun kelajakda sen mani nima qilasan deb, himoya qilasan deb, sen meni asrab avaylaysan, o'g'lim, qizim deb shu ma'noda yomon tomonini o'ylamaydi, lekin aslida bolaga ruhiyatiga yuk tashiydi. Yuk bo'ladi. Bu yerda bilasizmi, ba'zi onalar o'sha boya aytganimizdek bola pozitsiyasida bo'lishi mumkin. Farzandini o'ziga g'amxo'rlik qilishga majbur bo'lgan ota yoki ona qilib olishi mumkin. Turmush o'rtog'i bilan munosabatlarda kelishmovchiliklar bo'ladi. Ba'zida turmush o'rtog'idan ololmaganini farzandiga yuklashi mumkin. Sen qilib berasan menga o'sha narsalarni deb. Xato. Ba'zida bo'ladi, mana psixologiyada bunaqa fikr bor. Psixologik juft bo'lish onasi uchun. O'g'il bolalarda ko'p bo'ladi bu. Agar er-xotin bir-biri bilan kelisha olmasa, urush janjallar ko'p, ayol o'ziga kerak narsani turmush o'rtog'idan ola olmaydi. U butun mehrini, butun diqqatini o'g'liga qaratishi mumkin yoki qiziga ham bo'lishi mumkin. Va uni o'sha turmush o'rtog'i bilan bo'lish kerak bo'lgan munosabatni o'g'li bilan davom ettirishga harakat qiladi. Ba'zida bo'ladi, o'g'il katta bo'lganida onasini yonidan keta olmaydi. O'zini shaxsiy hayotini qurishga qiynaladi. Butun diqqati onasini xursand qilishga, baxtli qilishga qaratilgan bo'ladi. Aslida baxtli qilish bu otani vazifasi. Ular turmush qurganda ikkalasi baxtli bo'lishga qaror qilishgan. Bu yerda farzand majbur emas onasini qutqarish, baxtli qilishga. Hozir bizani ko'rayotganlar bilasizmi nima deyishyapti? Ha, xursand qiladi-ku onasini. Kim xursand qilsa onasini xursand qilmaydi deyishyapti. Hozir Nargiza. To'g'ri, shunaqa deyshadi, lekin bu yerda bilasizmi, farzand majbur bo'ladi erta ulg'ayishga, onasi uchun mas'uliyat olishga. Lekin farzand ota-ona uchun mas'uliyat ola olmaydi-ku, ota-onasini muammolarini hal qilib bera olmaydi. U baribir farzand. U o'zini farzandiga berishi kerak. Mana hozir bitta jumlani aytdingizda, erta ulg'ayib qolish dedingiz-ku. Nahotki bu ham yomon bo'lsa, masalan, o'zini yoshidan ko'ra kattaroq fikrlaydi, maqollar qo'shib gapiradi. Bu ham shu o'zini yoshidan katta bo'lib qolishda. Endi bu tomondan yaxshi bo'lishi mumkin, lekin boshqa narsa bor. Agar farzand o'zini bolaligini his qilmasa, bolaligida bola bo'la olmasa, erta ulg'ayishga majbur bo'lsa, uni qalbida baribir bo'shliq qoladi. O'sha ehtiyoj, bola bo'lish ehtiyoji qoladi. Keyin u katta bo'lganida o'yinlar o'ynashi, nimagadir qaram bo'lishi o'sha paytdagi yetishmovchilikni to'ldirishga harakat qilish bo'ladi. Biz ruhiy zarba, bolalik zarbalari deb hozir gapirayotganimizda ko'pchilik o'ylashi mumkin. Endi ayrimlarda savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, nima qilish kerak? Bolada o'sha bolalik zarbalari, bolalik ruhiy zarbalar bo'lmasligi uchun hamisha boshidan silab, erkalab, siz mani podshohimsiz deb o'g'illariga, qizlariga siz mani malikamsiz, istaganingiz tayyor. Ruhiy zarba bo'lmasa bo'ldi deb o'stirish kerakmi? Endi bunchalik ham qilish kerak emas, hamma narsada me'yor bor. Farzandni farzand o'rnida ko'rish kerak. Ota-ona farzand uchun avtoritet bo'lish kerak har doim. Ota-ona o'rnida bo'lmasa, ular xuddi partnyorlardek munosabat qilsa yoki opa-singillardek, aka-ukalardek munosabat qilsa ham, ota-onani hurmat qilmay qo'yishi mumkin. U suyana olmaydi ota-onasiga. Avtoritet bo'lmasa ota-ona. Bir tomondan avtoritet ham bo'lish kerak. Ikkinchi tomondan bolaga ortiqcha talablar yuklamaslik. Hech bo'lmaganda o'zi uchun mas'uliyatni o'ziga olish, ya'ni farzandga yuklamaslik kerak bu yerda. Bolaga bola bo'lishiga ruxsat berish kerak-da. Necha yoshgacha? 7 yoshgacha, mana o'zi 5 yoshgacha deyiladi, 7 yoshgacha baribir o'zi haqida fikr shakllanadi. O'zi haqida men qanchalik erkin bo'lishim mumkin, qanchalik yangi g'oyalar yaratishim va nimadir qilib ko'rishim mumkin, qanchalik o'z fikrimni aytishim mumkin, qanchalik hissiyotlarimni ko'rsatishim mumkin. Bu shakllanadi 7 yoshgacha. Agar biz bolani juda ham bostirsak, unga ko'p narsaga ruxsat bermasak, bizga chunki tinchlik kerak, tinch, jim o'tiradigan bola kerak. Yig'lamasa bo'ldi, qorni to'q, usti but deymiz. Lekin bolaga juda ko'p to'siqlar paydo bo'ladi bolada va katta bo'lganida mana mijozlar kelishadi, ayollar ham keladi, erkaklar ham keladi. Xohish bor, nimadir yutuqlarga erishishda, maqsadlarga erishishda, lekin to'siqlar juda ko'p. U ishonmaydi qila olishiga, chunki ruxsat berilmagan nimadir qilib ko'rishga, hatto nimadir sindirib ko'rishga ham u xato qilishdan qo'rqadi katta bo'lganida. Va ular tayyor imkoniyatni ham qo'ldan boy berishi mumkin. Chegaralangan bo'ladi, qolipga solingan bo'ladi bunday bolalar.
tushundim. Endi qarang, biz o'sha bolalarda ruhiy zarbalar kamroq bo'lishi uchun ozgina ularni o'zini anglashga, o'zlariga qo'yib berish va o'sha 5-7 yoshgacha ulardan foydalanmaslik, To'g'ri. o'z maqsadlarimizda, xoh bu haligi pilani olib borib qo'yib bo'lsa ham, to'g'ri haligi bir-birida aytishimiz mumkin, lekin ustidan ezib, san shu ishni qilishing kerak, har kunlik bu vazifang deydiganlar ham bor, unaqalari ham ko'rdim. Mayli, bu narsani tushundik. Endi kattalardagi o'sha katta yoshdagilar, 18 dan kattalarni bolalik travmalarini davolash kerak endi. Buni davolash, jarohatlarni davolash, birinchidan inson o'zida nima muammolar borligini, unga nima yetmayotganini anglashi kerak. Kimdir tan olinishi xohlaydi, tasdiq olishni xohlaydi, kimgadir oddiy iliqlik yetmaydi. Va inson o'ziga nima yetmayotganini, boshqalardan nima izlayotganini, nima talab qilayotganini birinchi o'zi anglashi kerak. Va oddiy texnikalar bor. Misol uchun psixologlar ishlaydi, bolaligi bilan ishlash. Ba'zida aytilmagan gaplar, ichki yutilgan og'riqlar bor. Bularni chiqarish kerak bo'ladi, ekologik tarzda ishlanadi. O'sha paytda, kichkina paytida ayta olmagan gaplarni gapirib oladi. Ya'ni ong ostiga tushish orqali biz aqlan hamma narsani o'ylamaslikka, bu haqida boshimizni qotirmaslikka harakat qilamiz. Bu 10% gina yordam beradi. Ya'ni bu aysbergni yuzasi, suvni yuzasidagi qism. Suvni tagida katta qismi bor. O'sha qismi bilan ishlaganda albatta psixologlar bilan ishlash yoki bilim olish, o'z ustida ishlash orqali qotib qolgan salbiy fikrlarni o'zgartirish kerak. Tushunarli. Qarang, hozir sizdan bir narsa so'ray, endi kelib qoldi-da. Nargiz, ayb kelib yurmang. Sizni kelganingizdan o'z maqsadlarimdan foydalanaman. Shunaqa bo'ldiki, bir psixologni treningida, trening deyiladimi, konsultatsiyami bilmayman nima, gipnozga o'xshagan holat, ya'ni o'sha paytga qayting deyilyapti. Nima deyiladi bu? Bolalikka qaytish. O'sha paytda sizga qarang, yo'ldan bittasi kelyapti. Dalalar, ko'm-ko'k bog'lar, chiroyli. Mana chap tomoningizda 4 ta daraxt turibdi, o'ng tomoningizda yong'oq turibdi, siz o'rtada turibsiz, yam-yashil yo'lakcha. Qarang, kim kelyapti. Kimdir guruhdagilar kelgan aytib beryapti. Men kichkina qizchani ko'rdim, u mening yoshligim edi. Men quchoqladim, yig'ladi, bir narsa. Nimaga men tasavvur qila olmayman shunaqa narsani? Tasavvurim zo'r, lekin fantaziyam yaxshi ishlaydi. Men hech kimni ko'rmadim. Nima shunda menda ruhiy zarba bormi? Bolalik zarbasi? Yo'q, har kim ruhiyati har xil. Ba'zi insonlarda aql juda ham kuchli bo'ladi, hissiyotdan ko'ra. Hissiyotlarga unchalik berilmaydigan insonlar bor. Bunaqa insonlar bilan sekin-sekin tushish kerak, ya'ni ularni tayyorlash kerak bo'ladi. Mijozlar orasida ham xuddi shunaqa insonlar bor. Bolaligi bilan ishlash kerak bo'lgan paytda o'sha pogrujeniya deyiladi. Ya'ni ong ostiga tushish kerak bo'lgan paytda aql o'chmaydi. Ular ishonmaydi bu texnikalar ishlashiga. Ularda aql juda ham kuchli bo'ladi. O'sha men, yo'q, aqlliman demoqchi emasman, lekin yo'q, aql o'chmaydi degani bu hissiyotlarga berilmaydigan, ularda matematikaga o'xshab aniq narsalar bo'lishi kerak, aniq isbotlangan narsalar bo'lishi kerak. Bu fantastikaga o'xshab ko'rinadi. Menga shunaqa bo'ldi. Beta'sir odamga o'xshab, men hech narsa his qilmadim, hech kimni ko'rmadim. Lekin sizda ham vaqt o'tib, mana 1-2 marta harakat qilganingizdan keyin chiqadi, bu narsa keladi sizda, o'sha ong ostiga tusha olish shakllanadi. Hozir siz balkim bu narsaga ishonmayotgandirsiz, lekin ozgina bo'lsa ham tasavvur qila olsangiz, bu bilasizmi nima? Bu xotirada hammasi bor. Bugun mana shu Toshkentda, deylik, O'zbekistonda bizni ko'proq muammoyimiz, psixologik muammoyimiz nimada? Umumiy olib qaraganda. Umuman olganda biz ko'proq o'zbekchilikda deylik, bolani tarbiyalashga, qiyinchiliklarga ko'proq o'rgatamiz, lekin erkinlik kam insonlarda. O'zini xohishlarini o'zi birinchidan anglay olmaydi, chunki ota-ona "Men aytdim, senga kim qo'yibdi tanlashni" deydi va inson o'zini nima xohlayotganini bilmaydi, nima uchun yashayotganini bilmaydi. Hatto kasb tanlashda ham juda ko'p adashadi, juftini tanlashda ham juda ko'p insonlar adashadi, chunki o'zini eshita olmaydi. Bizda ko'proq o'zimiznikini o'tkazish bor va bolada o'zini eshita olmaslik juda ham ko'p va erkinlik yo'q. Erkinlik deganda bu yerda xohlaganingni qil deyish nazarda tutilmaydi. Shunchaki fikrini aytish, o'zini xohishlarini eshitish va bu haqida gapira olish. Ya'ni meni ham haqqim bor tanlashga degan fikr shakllanishi kerak. Bizda ko'pchilikda bu fikr yo'q. Boshqalar nima desa, ko'proq boshqalarga yoqishga harakat qilish, qulay bo'lishga harakat qilish
ko'p. O'zini himoya qilish, balki yaxshi hissiyotlarni ham chiqarmaydi, chegaralarni ham qo'ya olmaydi. Undan tashqari munosabatlarga ta'sir qiladi. Munosabatlarda inson o'zini hissiyotlarini va ehtiyojlarini ochiq gapira olmaydi va pulga ta'sir qiladi. Chunki o'zini bor imkoniyatlarini ko'rsata olmaydi, unga kelayotgan g'oyalarni yuzaga chiqara olmaydi, ya'ni amalga oshira olmaydi. Pul bilan ham ishlaysizmi? Pul borasida ham Affirmatsiya ayttirmaysizmi? yo'q, affirmatsiya yordam bermaydi bu borada, chunki qotib qolgan salbiy fikrlar, pulga nisbatan, boylikka nisbatan, o'ziga nisbatan qotib qolgan fikrlarni baribir onasi bilan ishlash kerak bo'ladi. Sizni kasbingizga hurmatim cheksiz, psixologiyaga, lekin shunday bo'lsa-da, internet tarmoqlarida hozir juda ham urchigan narsa bor. Otangiz bilan munosabatingiz yomonmi? Bilib qo'ying, sizda albatta pul bilan muammo bo'ladi. Rostdan shunaqami? Endi qarang, bu yerda buni tushuntirib beradigan bo'lsam, otadan beriladigan yaxshi xislatlar bor. Ota o'rgatadigan narsalar bor. Ota nimani o'rgatadi? Ota dadillik o'rgatishi mumkin, ishonch berishi mumkin, qo'llab-quvvatlash berishi mumkin, himoya berishi mumkin. Va otadan bu narsalarni yetarlicha oladigan bo'lsa farzand, aytaylik bu o'ng qanotiga ega, u har bir ishini oxiriga yetkazishi mumkin, maqsad qo'ya olishi mumkin, qo'rqmasligi mumkin. Otasi bilan munosabatlari yaxshi bo'lgan bo'lsa, otadan yetarlicha o'sha e'tiborni olgan bo'lsa. Agar u otasiga nisbatan xafaliklari ko'p, otasidan norozi yoki nafratlanadigan hatto insonlar bor. Otasi bilan bordi keldi qilmaydigan yoki otasini umuman hurmat qilmaydigan insonlar bor va u otasini tan olmaganidan keyin u otadan beriladigan mana shu yaxshi xislatlarni ham tan olmaydi. Ya'ni o'zida ko'rmaydi bu narsani. O'zida tan olmaydi. Shuni natijasida misol uchun ota beradigan o'sha ishni oxiriga yetkaza olish qobiliyati, yutuqlarga erishish, maqsad qo'yish, ya'ni tashqi dunyoda yutuqlarga erishish bu xislatlarni ham o'zida rad etadi, otani rad etgan inson. Mana shu tomondan tushuntirish mumkin buni. Yaxshi, siz bilan alohida gaplashamiz deydi. Yo'q, ya'ni demoqchimanki, ota bilan birga o'smagan farzandlar bor. Ota bilan hech qanday munosabati yo'q. Qo'shni bilan salomlashganda salomlashadigan insonlar bor. Lekin hayotda yaxshi, omadli. Demak, ular qaysidir ma'noda o'zini ustida ishlay olgan, otasini kechira olgan. U bilan birga o'smagani, uni qaramog'ida katta qilmagani uchun. Bu narsa bu yerda onani otasiga nisbatan qanaqa fikr bildirganligi ham muhim. Otang yaxshi inson nuqtai nazar qo'yishi, qaratishi. Otang yaxshi inson degan bo'lsa, u otasi bilan yashamagan bo'lsa ham uni fikrlarida ota yaxshi. Otasiga nisbatan hurmat bor. Yana ba'zi insonlarda otasi yonida bo'lmagan bo'lsa ham uni yaqin insonlari, bobosi, tog'asi, amakisi mana shu ota o'rnini bosishi mumkin. Bo'shliqni to'ldirgan bo'lsa, bu yerda ham muammo bo'lmaydi. Yana uchinchi narsa bor. Endi bu biroz salbiyroq, ya'ni otasini tashab ketganidan alamzada insonlar ko'rsatib qo'yish maqsadida ham juda ko'p natijalarga erishishi mumkin. To'g'ri, biroz qiynaladi inson, lekin shu tarzda ham ko'rsatib qo'yish, isbotlab qo'yish istagida harakatlanadigan insonlar motivatsiya bo'ladi qaysidir ma'noda. Nargiza, so'nggi savol, faqat bu shaxsiy bo'ladi. Javob berasizmi? Albatta. Faqat aytasiz qanaqa travmaligini. Sizni bolalik travmangiz nima edi va qanday ishlab uni bartaraf etgansiz? Men birinchi farzandman. Bilasizki, ko'pchilik psixologlarga keladigan mijozlar asosan birinchi farzandlar bo'ladi. Nimaga? Chunki undan keyin farzand tug'iladi va o'sha joyda ular o'zlarini keraksiz his qilishlari mumkin. Rad etilganlik travmasi bor. Bo'ldi. U analiz qilib o'tira olmaydi oilada. Bir farzand tug'ildi, hozir u kichkina, unga e'tibor qaratish kerak deya olmaydi. U bo'ldi, men endi keraksizman degan fikr shakllanadi va shu fikr har doim uni hayotida qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Va men ham qaysidir ma'noda o'sha bolalarcha qilgan qarorlarim, xulosalarim bor, men ham keraksizman degan bo'lishim mumkin va bu bilan ancha ishlashimga to'g'ri kelgan. Ishlaganman, o'zgartira olganman bu fikrlarni. Aslida ota-onaga birinchi farzandmi, ikkinchi farzandmi, hamma farzand kerak ekanligini men hozir anglashim mumkin, lekin o'sha payt bunday fikr bo'lmagan. Va qarang, lekin shu travma bilan ham butun umr yashagansiz deb psixolog bo'lib tajribaga ega bo'lmagunizcha ham yashagansiz Yashaganmiz va butun umr yashab o'tadigan insonlar ham bor. Nargiz, bugungi manfaatli suhbat uchun rahmat sizga. Bugun mana bolalik travmalari va bu
travma, jarohat dedingiz. Bu jarohatlarni katta hayotimizda nimalarga xalaqit berishini, qanday xalaqit berishi haqida gaplashdik. Amaliyotchi psixolog, oilaviy psixolog Nargiza Matmurodova edilar. Nargiza, manfaatli suhbat uchun rahmat sizga. Taklif uchun sizlarga ham Sog' rahmat. bo'ling. Yana taklif qilamiz. Inshaalloh. Aynan yo'nalishli suhbatlarimizda sizni kutib qolamiz. Rahmat. Ishlaringizga Sizga ham omad. rahmat. O'zingizni, atrofingizdagilarni ehtiyot qiling. Bu o'zimizning gap. Omon bo'ling.